Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan odam savdosiga chek qo'yildi. Tezkor tadbir davomida yosh qizlarni oson daromad topishga qiziqtirib, ularni Samarqand shahrida fohishalikka ishlatish uchun olib ketayotgan vaqtida ushlandi. Bugungi kunda har bir insonning hayoti, erkinligi va qadr-qimmati eng oliy qadriyat sifatida e'tirof etiladi. Shu bois inson sha'nini toptayotgan, uning erkinligini cheklayotgan jinoyatlarga qarshi kurash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ayniqsa odam savdosi kabi insoniyatga qarshi qaratilgan jinoyatlar hech qanday murosaga yo'l qo'ymaydi. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida Jizzax viloyati ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilgan tezkor tadbir ana shu yo'nalishdagi qat'iy va izchil ishlar natijasidir. Olingan tezkor ma'lumotlar asosida Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan odam savdosi bilan bog'liq noqonuniy harakatga chek qo'yildi. Tekshiruvlar davomida Zarbdor tumanida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan shaxs yosh qizlarning ishonchidan foydalanib, ularni oson daromad topishga qiziqtirib, Samarqand shahriga olib borib fohishalikka jalb qilgani ma'lum bo'ldi. Tezkor tadbir chog'ida ushbu shaxs Jizzax shahrida yashovchi 3 nafar va Zarbdor tumanida istiqomat qiluvchi 1 nafar fuqaroni Samarqandga olib ketayotgan vaqtida qo'lga olindi. Ushbu holat tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Soha mas'ullari tomonidan jinoyatning barcha jihatlarini o'rganish va aybdor shaxslarning qonuniy javobgarligini ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Odam savdosi bu faqat huquqbuzarlik emas, balki inson taqdiriga, uning kelajagiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi og'ir jinoyatdir. Shu bois bunday holatlarni oldini olishda faqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar emas, balki har bir fuqaro ham mas'uliyat his qilishi zarur. Shunday ekan, har bir fuqaro ogoh bo'lishi, shubhali shaxslar yoki ularning nojo'ya xatti-harakatlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan taqdirda ekranda ko'rsatilgan ishonch telefon raqamlariga xabar berishlarini so'rab qolamiz.